Teri kasalliklaringiz bilan urushdan charchadingizmi? Unda video davomida savollaringizga javob olasiz. Doktor, aytingchi, Radeska klinikasida fototerapiya apparati qanday vazifani bajaradi va qanday kasalliklar uchun samarali? Hop, foto qurilmalardan ajralib chiqayotgan UVA hamda UVB nurlari terida kollagenez hamda teri hujayralarida moddalar almashinuvini rag'batlantirilgani hamda melanogenezni rag'batlantirgani uchun vitiligo, psoriaz, atopik dermatit hamda ekzema kasalliklarida keng qo'llanib kelinadi. Davlin UVB apparati boshqa davolash usullaridan nimasi bilan farq qiladi? Davlin fotoqurilmasi bir vaqtning o'zida UVA hamda UVB fotolampalarni saqlaganligi hamda bu apparatda sun'iy intellekt mavjud bo'lib, bemorning fototipi biodozasini o'zi mustaqil o'lchab taqsimlay olishi bilan boshqa fotoqurilmalardan ancha afzal hisoblanadi. Fototerapiya jarayoni qay darajada og'riqsiz va xavfsiz va qancha muddatda natija ko'rsatadi? Foto muolajalar mutlaqo og'riqsiz hamda xavfsiz hisoblanadi, lekin kasallikning turi, darajasi, tarqalishiga qarab turib 10 tadan 25 tagacha seansda bemorlar natija ko'rishi mumkin. Ushbu apparatni uyda ham qo'llash mumkinmi yoki faqat klinikani o'zidami? Juda ham o'rinli savol berdingiz. Klinikamiz uzoqdan qatnovchi bemorlarga qulaylik yaratish maqsadida Dermapal, One seriya, M seriya fotoqurilmalarini ijaraga berishni boshlagan. Birinchi muolaja klinikani o'zida bemorlarga ko'rsatib beriladi, qolgan muolajalarni uy sharoitida bemorlar qabul qilishlari mumkin. Doktor, aytingchi, bu usulni boshlamoqchi bo'lgan bemorlar uchun qanday tavsiyalar beriladi? Fototerapiya olmoqchi bo'lgan bemorlarga avvalambor shifokor ko'rigi kerak bo'ladi, chunki shifokor bemorlarning kasalligi, teri tipi hamda fotodozalarini belgilab beradi. Radeska klinikasidagi tajribalar va natijalar haqida qisqa ma'lumot bera olasizmi? Bizning klinikamiz turli xil fotoqurilmalar hamda lazerlar kolleksiyasiga ega. Biz bu qurilmalarni turli xil kasalliklarda, turli bemorlarda qo'llab kelmoqdamiz. Jumladan, vitiligo kasalligi, psoriaz kasalligi, ekzema kasalligi, atopik dermatit kasalligi, alopetsiya kasalligi va boshqa teri, soch kasalliklarida bemorlarga qoniqarli natijalar ko'rsatganmiz va bundan bemorlar mamnun.